Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Menga bir akamiz yozishgan ekan. Taxmin bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Qirg'iziston o'yini oldidan taxmin qilgandim 3-1 O'zbekistonning g'alabasini. Endi oradan 5 kundan so'ng 25-mart sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Tehronda Eronga qarshi bahs olib boradi. Ushbu o'yinni taxmini aniq bilmadim-ku, Eronning kuchini va O'zbekistonning kuchini hisobga olgan holatda ushbu o'yinda hisob durang bilan yakunlanadi. Lekin katta ehtimol bilan g'alaba Eron tomonida bo'lishi ham hech gap emas. Haqiqatni ochiq-oydin aytish kerak. Chunki Eron o'zining stadionida ozodiyda o'ynaydi. Shunday ekan, g'alaba qozonish O'zbekiston terma jamoasiga katta mashaqqat talab etiladi. Lekin bizda ham Eron futbolini tushunadigan legionerlarimiz bor. Jaloliddin Masharipov, Oston O'runov. Umid qilamiz kamida durang yoki g'alaba uchun. Lekin Eron muddatidan oldin jahon chempionatiga chiqish uchun yana bir bor O'zbekistonni mag'lub etishga harakat qiladi. Bu o'yin borasida aniq fikr aytish qiyin. O'zbekiston kamida durang natija qayd etsa, keyingi o'yinlar O'zbekistonning foydasiga bo'ladi, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi Qatar. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.